Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum tajribali ustalar kanalining obunachilari. Qadrdonlar, bugun biz guruch va dondullarda optim birinchi qo'l joyiga kelganmiz. Bu yerda xohlasangiz mol qo'ylari uchun mana shunday yemlar, dondullar hammasi arzon birinchi qo'l optim joydan ekan. Mana ko'rib turibsizlar, videoga like deb bosib tursangiz, manzil, narxi hamma yo'g'ini yoritib beramiz. Ko'ryapsizlar, guruchlarimiz ham o'zimizning mesniy guruchlar. Choyxona bor, xonadonga juda zo'r bo'ladigandan. Manzilni bitta tushuntirib o'taman. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Bo'joy qishlog'idan bo'lyapti. Endi aybga burmaysizlar, havo bunday sovuq tuman. Rishton tarafdan kelganingizda Bo'joy qishlog'ida shunday o'ng qo'lingizda, Bag'dod tarafdan kelishingizda chap qo'lingizda bo'ladi qadrdonlar. O'zi yozilgan. Guruch va dondun makoni optim deb. Videoga like bosib turasizlar, bo'lmasa sizlarga narxni yoritib berishni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar? Rahmat. Allohga shukr, yangi yillar muborak bo'lsin. 2026 yil. Rahmat. Inshaalloh mana shu akalarimiz xalqni o'ylagan akalarimiz ekan. Narxlarni eshitib, maza qilasiz. Guruchlar ham sifatli, o'zimizda mesniy guruchlar ekan. Akajon ma'lumotini berib chiroyli bo'ldi. 5000 so'mdan. Xorazm Nukus shovlama guruchlarimizni zo'ri 2 yillik eski sholi donadoridan. 2 yillik dasta alangamizni zo'ri 5000 so'm oshgan. Nima deyapti akalar mana? 5000 so'mdan mesniy lazerlarimiz 5-6000 so'mdan, yani mesniy lazer zo'r ilov bo'lganlari 7000 so'mdan Xorazm alangalarimiz, 4000 so'mdan lazerli drobilkalarimiz. Juda ham ko'plab turli mahsulotlarimiz juda ham ko'p. Mana misol uchun no'xatlarimiz bor, Rossiya no'xatlar, Eron no'xatlar, mesniy no'xatlarimiz, Rossiya makaronlarimiz bor. Mana qop oluvchilarga 9000 so'm. Chakana savdolari ham bor. Chakana savdoga 10 ming so'm qilib beryapmiz kiloga makaronlarimizni. Xo'p, devzira guruchlar, oshbob, har xil turdagi barcha choyxonalarga ham guruchlar bormi aka? Choyxona bor, guruchlarda ham nihoyatda zo'rlari bor. Mana 60 ming so'mliklari, 45 ming so'mliklari qopga beriladigan yoki to'yga, uyga, yaxshi shanbalik bor devziralar deganlarga 17 mingdan boshlanib 70 ming so'mgacha turlari bor guruchlarimizda. Guruchlarda 200 xildan ortiq turi mavjud. Savdo markazimizda hammalaringizni kutib qolamiz. Bizda nafaqat guruchlar, balkim don mahsulotlarimiz ham nihoyatda arzon. Xo'p, 3,5 ming so'mdan makkalar, qo'y boquvchi, ot boquvchi, ko'plab chorvadorlar uchun 3,5 ming so'mdan makkalar boshlanyapti. 3,5 mingdan 4 mingdan 4200, 4700, 4600, 5200 so'mgacha javdar makkalarimiz mavjud. Lo'yamosh, garoq grechka olaman degan akalarimizga, do'konchilarga qopga grechkalarni 7000 so'mdan berilyapti. Oq lo'yalarimiz 12,5 ming so'mdan, 13,5, 14 ming so'mlik variantlari bor. Sifatiga yarasha garoqlarimiz 7200 so'm qopga berilyapti. Perlovkalar 5400 so'm qopga berilyapti. Qop oluvchilarga chakanada ozgincha farqi bilan chakana savdosi ham mavjud, kelaverasizlar. Gap yo'q. Mazenda aka. Xo'p, aka sizdan misol uchun tirikchilikka, misol uchun olib, optim olib ketib sotadiganlar bor. Albatta, yoki bo'lmasa do'konchilar bor. Inshaalloh chiroyli qilib berasiz. Albatta, sizning nomingizdan kelganlarga yana ham arzonlashtirib beraveramiz. Mana 120 ming so'mdan tovuqlar uchun spes aralashma ko'rim, bir qopi 120 ming, kilosi 30 kilo bo'ladi, 4 ming so'm tushadi. Chakana savdoda 4,5 ming so'm qilib berilyapti. Xo'p, maxsus dakan xo'roz boquvchilar uchun meyizlar, semichkalar, mag'izlar, hamma yo'q aralashma donlarimiz bor. Ular kilo qopga 5,5 ming so'm, kiloga 6 ming, 6,5 ming so'm sifatiga yarashasi ko'rib kelishilib berilyapti. Guruchlarimizni barcha turlari, nafaqat guruchlar, donlar, dukkakli, nodukkakli narsalardan tashqari, balki mana bizda qoplar optim narxlarda, salafan paketlar optim narxlarda, kiloli do'konchilar uchun Farg'ona yog'larida zo'rlari mana 10 tadan oshiq olganlarga 63 ming so'm qilib beramiz. 10 tadan oshiq olganlarga. 10 tagacha bo'lganlarga 65 ming so'm maydalab sotilyapti. Juda ham zo'r. Undan tashqari supurgilar ham bor. Supurgilar ham bozorda mana 30 ming oladigan supurgilarni bemalol ko'rishlari mumkin. Ichida hech narsa orcha narsalari 16 ming so'mdan qilib berilyapti. Donaga ham bemalol. Yem mahsulotlarimiz ham juda ham turlari ko'p. Ko'rimlar, kunjaralar, oqshoqlar bormi deganlarga oqshoqlar, sabzavot mahsulotlari, piyozlarimiz qopga 1200 so'm, 1800 so'm sifatiga yarasha kelishib berilyapti. Mandarinlar mana ba'zi do'konlarda olsangiz 40 ming, 35 ming oladigan mandarinni bemalol bizga kelib 28 ming so'm xarid qilishingiz mumkin. Tuxumlar, barcha turdagi don mahsulotlar, yem mahsulotlar, oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlarimiz mavjud. Gap bo'lishi. Qaranglar, qadrdonlar. Ichkarida. Chira bemalol albatta dondan keyin aytib o'raman. Ko'rsatamiz.
Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolasa lokatsiya so'raganlarga lokatsiya ham tashlab beraverasiz. Albatta. Kim agar mana shu men nomerlarimga yozishsa, Telegramda yozsa, lokatsiyalarni sirasi tashlab beriladi. Har juma dam olish kuni, jumadan boshqa kunlarda hammalaringizni savdo markazimizda kutib qolamiz. Bo'lishi mumkin emas. Agar misol uchun sizdan optim narxda ko'p tonnaga oladiganlar bo'lsa, agar dastlabki xizmatini bir maqsad Albatta, dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Bo'jay ichiga, o'zimizning qishloq ichiga 1 million so'mlikdan oshiq xarajat qilganlarga dastlabkasi ichida birinchi 5 kilometrgacha 3 million so'mga, birinchi 10 kilometrgacha 10 million so'mgacha xarajat qilganlarga ichiga dastlabkasi ichida. Yana mabodo kelishiladi, ko'proq uzoqroq qolmoqchi bo'lganlarga ham. uzoqroq olmoqchi bo'lganlar kelishilgan holda qilib berilaveradi, oladigan ob'yomingizga qarab. Xudo xolasa menimcha ma'lumotlar bo'ldi. Uncha ma'lumotni ekranda nomeringizni qoldiraman. Agar tushunmagan joyga telefon bemalol aloqaga chiqishaveradi. Lokatsiya ham tashlab beraverasiz, kelib ko'rib bemalol xarid qilishi mumkin bo'ladi. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Xudo xohlasa qadrdonlar mana qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Bo'jay qishlog'idan bo'lyapti. Xo'p, endi orientir beradigan bo'lsak, nima desak bo'ladi? O'quv markaz. Rich School o'quv markazi eski kolxoz idorasi bo'lgan joy. Chorshanba bozorining yonida. Katta yo'lni bo'yi. Katta yo'lni bo'yida. Xudo xolasa guruchlarimizdan qolib ketmadimi? Aytiladigani bo'lsa aytib qo'yamiz. Guruchlar aka kelilar bor. Masalan, kelivizros, alanga lazer, mana Xorazm lazer vishchilarini eski 2 yilligini super lazer 12 ming so'm qopoluvchilarga, mana 11 ming so'mligi bir yilga hosilda eng super variantlari bor. Kiloli oshchilar olyapti. Xo'p, Marg'ilon, Oltariq, Quvasoy eng zo'r super lazer yeydigan joylarga berilyapti. 11 ming so'mlik variantlari bor. 10 ming so'mlik Xorazm lazerlarimiz bor. Sifatiga yarasha kelishib beriladi. Ham barcha turlari mavjud. Mana keli Vuydani zo'r keli alangalarini 9 ming so'm qilib berilyapti. Qopoluvchilarga kiloda 10 ming so'm sotilyapti. Savdo markazida 1 ilo aka ortiqcha yolg'on juda yo'q kelishilib. Mana shu tajribali ustalar kanali nomidan kelganlarga narxlarda yana ham chegirmalar qilib beraveramiz. Inshaalloh. Qadrdonlar, Inshaalloh, albatta. Mashinkalarimiz mehnatini qadrlab qo'yasizlar. Arzon, xalq uchun arzon sotib, kam foydalansin, tez avorotini aylantirish uchun mana arzon zo'r qilib sotishyapti ekan. Bitta mehnatini mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh. Aka rahmat sizga. Sog' bo'lasizlar aka.